Endi bugungi kunda mavzu masalasi har doirada har xil, lekin bitta mavzu bugungi kunda butun yurtimizni, qolaversa O'rta Osiyo, Qozog'iston va bizga do'st bo'lgan juda ko'plab davlatlarning e'tiborida bu futbol. Ana endi kechagi Portugaliya, endi Ronaldoning o'zi bitta komandada u yigit, endi Xudo bergan shu afsona yigit. Bu yigit o'zini o'yini bilan tarix yaratgan yigit. Albir Latifa ham borku, Portugaliya qaysi bir komanda bilan o'ynayotgan ekan. Shtrafnoy bo'lib qopti-da, Ronaldo tepadigan bo'libdi. Endi bilasizlar, shtrafni tepib ketganda 5-6 futbolchilar olti turishadi. Bu boyak raqib komandaning bolalari ham turibdi ekan, bu yoqqa emas, bu yoqqa varataga qarab turgan ekan. Sudya to'xtay, Ronaldoga to'xta debdi-da. Kelib turib, bu yoqqa qarab turmaysanmi desa, aka golni ko'raylik debdi-da. Demoqchimanki, u yigitda shu oyog'i tegsa gol bo'lib ketaveradi. Xullas, hozir O'lmas Samarqandiydan bir she'r keldi, sizlarga ilindim shu she'rda. Kechagi o'sha bo'lgan futbol haqida. Kecha yuzlab do'kondor molini ko'z etdi. Kim mashina va'da qildi, kimdir iPhone 17. Chiqdi hatto Instagramga bir like uchun ayyorlar, O'zbekiston yutsa agar uy berishga tayyorlar. Aptekachi bepul dori, qassob tekin go'sht dedi, restoranchi VIP zalim sizga 3 kun bo'sh dedi. 5-6 ta boyvachchalar qadamini g'oz qo'ydi, har kishiga $100 beraman deb post qo'ydi. Bir dehqon yigit chiqib birozgina yeb qo'ydi. Bu yilgi hosilimda tarqataman deb qo'ydi. Taksistlar tekin xizmat, oshpazlar osh tiqdilar, hattoki xotin xalaj futbolga bosh tiqdilar. Va'da qilingan tilla, marvarid, dur, sadaflar Eldorda qulog'iga yetib bordi bu gaplar. Darhol milliy termani to'pladi Shomurodov. Minglab va'dalarga bermadi yuragi dov. Shu sabab oq bo'rilar o'zlarini tiyishdi, shuncha odam kasodga uchramasin deyishdi. Xullas, iltimos, og'aynilar, bo'lar bo'lmas va'dalarni qo'ymaylik. Shu safar Kongo bilan iltimos g'alabaga o'ynaylik.